O'g'lingiz bilan gaplashmasangiz bo'lmaydi. Quloq solmayapti menga. Darsini ham qilgisi kelmayapti. Stressmi shunda. Xo'p, men keldim. Ko'chaga chiqsin. Assalomu alaykum dada. Va alaykum assalom. Ha, bolam? Tinchlikmi? Har kuni maktab, qo'shimcha darslar, charchadim, stressmanda. Stress? Nima u? Yosh bolada ham stress bo'lar ekanmi? Mayli, ketdik. Qatga? Bitta joyga borib kelamiz. Mana, Nech pul bo'ldi? 40 ming hoji aka. Mana. Rahmat. Malibuni sotdingizmi hoji aka? Ha, shunaqa bo'lib qoldi. Aka, rahmat. Assalomu alaykum Alisher aka. Va alaykum assalom. Qalaysan? Qalaysan Akbar? Yaxshimisan Dilshod? Adang uxlab qolmadimi? Yo'q. Ha, yotibsanmi hali ham? Yoturasanmi? Yulduz sanab? Davay, ishlaymiz. Bolalar nari xonada o'ynab turinglar. Xo'p, xo'p. Dilshod o'qishlari yaxshi. Baholari yaxshi joyida. Nazorat qilib turibman. Salfetka sotmayapti. Gaplashib qo'ydim o'zim. Endi u ham katta bola bo'lib qoldi. Yordam bergisi kelyapti-da. O'shanga haligi Farhod akani somsaxonasi bor-u. O'shani gaplashib qo'yuvdim. Agar yo'q demasang, darsdan chiqib har kuni 2 soat ishlasa, nima deysan? Bugun qabristonga bordim. Ayolingga san nomingdan tilovat qildim. So'radim. Bunaqa avariyadan keyin sani omon qolganing katta gap. O'ziga shukr. San kuchli bolasan. Men seni yoshligingdan bilaman. San albatta oyoqqa turasan. Tushundingmi? Uddalisan. Qo'y shunaqa qilmagin. Meni ham yuragimni siqmagin. Hammasi yaxshi bo'ladi. Bo'ptimi? Mayli, men ketdim. Ertaga ishingni taqilatganimda san chiqib ochgin. Tushundingmi? Bo'pti, o'rtoq. Dars qoldirmaysan, kelishdiga? Xo'p. Malibuni sotdingizmi? Ha. Faqat ading bilmasin, bo'ptimi? Bo'pti, bora qol tezda. Ko'rdingmi o'g'lim? Mana bu stress. Agar Dilshod bir kun stressga tushsa, uni adasiga qaraydigan odam bo'lmaydi. Hayotda har doim ham oson bo'lmaydi. Har xil vaziyatlar bo'ladi. O'shanda uyda unga suyanadigan, unga ishonadigan erkak kishi kerak bo'ladi. Stressga tushadigan emas. Chunki erkak kishi nafaqat o'ziga, balki yaqinlariga ham mas'ul bo'ladi. Oila xuddi daraxtga o'xshaydi. Erkak kishi uni ildiziga.
Agar u ildiz bo'sh bo'lsa, u daraxt chiriydi, uzoqqa bormasdan quriydi. Daraxt ildizi va quvvat kuchli bo'lsa, uni hech qanaqa shamol ham, bo'ron ham yiqita olmaydi. Tushundim. Dada, bugun men yana bitta narsa tushundim. Nimani? Haqiqiy do'st qanaqa bo'lishini tushundim. Ketdik.